Assalomu alaykum. Islom moliyasi nima? Islomiy moliya atamasi mahsulot va xizmat turlarining keng doirasini o'z ichiga oladi. Islom moliyasi va bankining umumiy amaliyotlari islom dinining o'rnatilishi bilan birga paydo bo'lgan. Biroq institutsional islom moliyasi 20-asrdan keyin tashkil etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda islom moliya sektori yiliga 15% dan 25% gacha o'sib bormoqda. Islom moliya institutlari esa dunyo bo'ylab umumiy qiymati 3 trillion dollarga yaqin ziyod aktivlarni boshqarmoqda. Hozirgi vaqtda islom moliyasi eng yaxshi yo'lga qo'yilgan 3 ta davlat — Saudiya Arabistoni, Eron, Malayziya ko'rsatkichlar ko'lami bo'yicha global bozor hajmining qariyb 70% ga egalik qiladi. Islom moliyasi tizimi bu pul mablag'laridan foydalanish va taqsimlash jarayonida islom huquqi qoidalariga mos keluvchi iqtisodiy munosabatlarni o'z ichiga oladigan islom ekotizmining bir qismidir. Masalan, islom dinida qarz berish yoki olish evaziga foyda ko'rish taqiqlangan. Barcha moliyaviy jarayonlar esa haqiqiy iqtisodiy faoliyatga asoslangan bo'lishi kerak. Odamga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sohalarni moliyalashtirishga ruxsat berilmaydi. Masalan, qimor o'yinlari, alkogol, tamaki mahsulotlari va boshqalar. Islom moliyasining asosiy jihati har bir moliyalashtirish amaliyotining aktivlar bilan ta'minlanganidir. Bu yerda mablag'lar ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish kabi faoliyatlarga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiriladi. Islom moliyasi ortiqcha bo'sh pul massasining paydo bo'lishida ishtirok etmaydi hamda foizga asoslangan qarz munosabatlarini amalga oshirmaydi. Islom banklari qayerdan foyda oladi? Ko'pchilikda shu savol tug'ilishi tabiiy. Islom banklari loyihalarni moliyalashtirishdan foyda olishadi. Omonatchilari faqatgina dividendlarga e'tibor qaratgan holda o'z mablag'lari nimalarga investitsiya qilinishini bilmaydigan an'anaviy banklardan farqli ravishda islom banklarida omonatchi pul mablag'larining kelgusidagi harakatini ko'rishi mumkin. Bunda mablag' biznesga investitsiya qilinadi hamda foydasi bank va omonatchi o'rtasida bo'linadi. Islom moliyasini oson tushunib olishingizga yordam beradigan bir nechta atamalar mavjud bo'lib, bular quyidagilar hisoblanadi. Murobaha bu tovar narxiga ustama qo'yiladigan va qo'yilmaydigan halol muddatli to'lov. Bunda islom banklari mahsulot va xizmatlarni xarid qilish va keyin ularni muddatli to'lovga sotish bilan shug'ullanadi. Musharaka bitta g'oya yoki ishni birgalikda moliyalashtirish. Jismoniy shaxslar va korxonalarning ishtirok etishiga ruxsat beriladi. An'anaviy iqtisodiyotda ushbu sxemani hissali moliyalashtirish deb atashadi. Muzoraba sarmoyador o'z mablag'ini kelgusida biznesni rivojlantirishga sarflanishi uchun moliyaviy tashkilotga beradi. Foydani taqsimlash shartlari oldindan kelishib olinadi. Qisqa qilib aytganda, islomiy moliya bu sheriklikka, aktivlar bilan ta'minlanganlikka asoslangan axloqiy barqaror, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatli moliya bo'lgani bois, uning iqtisodiyot, jamiyat, atrof muhit uchun hech qanday tahdidiy alomatlari yo'q. Aksincha, an'anaviy moliya tizimidan ko'ra shaffof va moliyalashtirish obyekti aniq va ravshan bo'lgan moliya tizimidir.